Chotki qarang qilish kerak. Botulotoksin muolajasini albatta o'tkazish kerak deb o'ylayman. Botoks qiladigan ishi boshqa hech narsa qilib bermaydi. Hech qaysi preparat botoks qiladigan vazifani bajarmaydi. Ajinlarni yoyib beradigan, mышцаларni tonusini yechadigan, yuzimizga lifting beradigan muolaja hisoblanadi botulotoksin. Bizning o'zbek ayollarimiz kasallik keltirib chiqishdan anaqa qo'rqishmaydi. Ular bilasizmi, o'sha yuzligi tushib qolishidan yoki noto'g'ri qilinganda bir taraflar pastga tushib qolib, bir taraflar ko'tarilib ketishidan qo'rqishadi. Botoks muolajasini o'tkazgandan keyin 4 soat tikka yurilish kerak. Pastga qarash, напряжение qilish yoki issiq dushlarga kirish, saunalarga kirish mumkin emas. Chunki bir tarafga botoks oqsa, bir tarafimiz ko'tarilgan, bir yog'imiz to'z bergan, tushib qolgan, shunaqa narsalar ko'p kuzatiladi-da. Shuning uchun har bitta patsientga oddiy narsa olmayapsiz, 4 soat tikka yuring, o'zingiz ehtiyot qiling deb tayyorlab chiqazib yuboramiz. Kerak bo'lsa yordamchi qizlarimiz telefon qilib 2 soatda hali ham shunaqa yuribsizmi deb eslatib qo'yishadi. Albatta, men uchun sifat muhim. Chunki arzimagan protsedurani 3-4 marta olsangiz, bitta zo'r protsedurani puli chiqadi-da. Undan ko'ra bitta yaxshi narsa olganingiz yaxshiroq.